Boşlaymayın. Sobirjon Aliqulov tantanida chiroyli qo'shiqlarni hammamiz guvohi bo'ldik. Negadir qarsak bo'lmadi. San'atkorga faqat san'atkor qarsak chaladi. Salomat bo'lasizlar, ko'z tegmasin. Sobirjon Aliqulov yillar davomida xalqimizning yaxshi kuniga xizmat qilgan, xalq e'tiboriga tushgan, nahoriy qilishlarni o'z maromiga yetkazib, yurak-yuraklarimizdan joy egallagan xushovoz hofiz. Surxondaryo bulbuli, Qashqadaryo bulbuli hozirgina chiroyli qo'shiqni ijro etdilar. Albatta xalq nomidan o'z minnatdorligimizni izhor etamiz. Rejalarni bitkazmasa ham, dardimizni ketkazmasa ham, mayli yuzga yetkazmasa ham bizni mana shunday xursandli kunlarga yetkazsa bo'ldi. Bir so'z aytar erkak va xotin, bizga do'stlar poyi oltin, xullas baridan ham oldin. Bizni hammamizni xursandchilik kunlarga yetkazsa bo'ldi. Albatta xursandchiliklarimizga, bayramlarimizga, to'ylarimizga hech qachon ko'z tegmasin. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar, assalomu alaykum shahrimiz mehmonlari. Barchalaringizni albatta yoshlar saylgohida, ochiq osmon ostida hammalaringizni xush ko'rdik. Xushvaqt bo'linglar, hamisha hamma vaqt bo'linglar. Yetkazganiga shukr, boringlarga shukr. Albatta biz bir necha oydan beri mana shu dargohga barcha san'atkorlarimizni kuy qo'shiqlari xalqimiz uchun armag'on etilyapti. Albatta Surxondaryo hokimligida, albatta tuman hokimligida biz xalq nomidan o'z minnatdorligimizni izhor etamiz. Sababiki mana shunday go'zal maskanlarda ochgan yoshlar saylgohida barcha yosh va qari har kecha mana shu yerga mehmon bo'ladilar. Biz albatta barcha mehmon mezbonlarimizga bayramona kayfiyat Sarosiyodan tashrif buyurgan xushovoz hofiz, albatta elimiz suygan, ardolagan san'atkorimiz, fors tilida, o'zbek tilida, tojik tilida chiroyli qo'shiqlarni ijro etib, xalqimiz